Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2026-yili 2-oyning 21 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi oldi bilan birisi unutib qolibman. Barliq qarindoshlarniki Ramazon oyiga muborak bo'lsin. Nima Bugun oldi bilan vatan haqida so'zlab, bu Uyg'ur Project Fondi va chet ellik Uyg'urlar haqidagi mazmunni eng oxirida so'zlayman. Bu oldin 2 hafta vatandan videolar ancha ko'p kam edi. Asosligi birisi Xitoyni bachching tutayotganligi deb o'yladim. Kelgan videolarmi asosan shu Xitoyniki Chag'an bayrami munosabati bilan butun Uyg'urlar bu bayramni Xitoycha o'tkazishga majburlandi. Hozirgi chiqayotgan rasm videolar hammasi shunday qip-qizil Xitoycha kiyim, hammiyada Xitoycha faoliyatlar degandek. Men shu Urumchidagi vatandagi Chag'an ishlar qanday deb izlab baqsam, mushtaq ko'rinishlar chiqdi. Bani Urumchida bo'lgan ishlab chiqdi. Shunga o'xshash degandek Uyg'urlar butunlay shu Xitoy madaniyatida yashashga majbur bo'libdi. Shunga boshqa jihatdan sizlar ko'rsatgan video yo'q bu yerda vatan haqida. Undan boshqa kelgan narsalar endi videolar ba'zi bir mo'maylar, yashangan mo'maylar, 70-80 yoshdagi mo'maylarmi eriniki qaytib kelishini saqlab o'tirgan ko'rinish. Ejinishliq bu ko'rinish davomli majbur bo'lib turyapti hozirgi vatanniki ahvoli shunaqa bo'lganligi uchun. Şuna bu hafta vatan haqida onun ko'p uchur yo'q. Bugun so'zlagan ikkinchi mazmun Xitoy haqida. Yaqinda bo'lgan cho'ng ish Xitoyniki Chag'an bayrami. Chag'an bayrami bilan Xitoylar nihoyatda hamiyada bu bayramni dag'dug'lik o'tkazyapti. Ularniki ishlagan bir videosi bor ekan. 50 minutlik video. Men tunugun sizlarga shu videoda so'zlab berish uchunlarmikan tishimni tishlab turib ko'rdim 50 minutlik ko'rinishni. Bu ko'rinish ikki yerdan ilinibdi, birisi bir zalda, lekin ko'rinmalari yo'q, odamlar oz, ko'rayotganlar oz. Maxsus shu dunyoga yolg'on uchur taqitish uchun, dunyoni aldash, dunyoni ko'zini bo'yash uchun tayyorlagan narsalarni ko'rindi u. Nayt qattiq tirishibdi, bak hashamatlik ishlar qilib chiqaribdi. Angizcha tushuntirilishi bahsida ikki ko'rinishni ko'rsatdi. Birisi shu zalni ichi, birisi bir ko'cha. Unga shu hozirgi sun'iy aql texnikalaridan foydalanib nurg'un narsalarni qo'shib degandek shundoq dag'dug'lik qilibdi. Meniki sal bizlarni tatgan bir narsasi bir yerda bir kichik bolalarniki o'yini chiqdi. O'yin chiqib bir xotin naqshida qolgan nurg'un kichik bolalar endi mesela ko'rindi. Men bu yerga biroz diqqat qilgan vaqtimda dastlabda bunchada Uyg'urlar yo'q ekan, Uyg'ur bolalari yo'q ekan, demak Xitoy Uyg'urlarni endi mushtaq ishlardan butunlay cheklatga o'xshaydi deb o'ylagan. O'ylasam keyin bu bolalar xuddi modellar, kiyim ko'rsatgan modellardek o'tirdiki mongdigan kichik sahnada mongan vaqtida bir qiz chiqdi. Chiri Uyg'urga o'xshaydi ekan, beshida do'ppisi bor. Ammo burun bunday ko'rinishlarda Uyg'urlar atlas kiyib chiqadi. Hozir shundaroq yasabdi. Herhalde bir Uyg'ur bor ekan deb o'yladim. Seriq ko'ynaklik, mana shudikimi eng chatib turgan qoshlarda. Eng chatib turgan seriq ko'ynaklik shu albatta men Uyg'ur deb o'ylagan qiz shu. Bu o'yinni qaragan chog'da Xitoyda 56 asalliq millatlar bor deb shuni ko'rsatishni ishlaganda qiladi. Andan keyin uning ichidagi bir o'yinni Xitoy bilan Ispaniya artistlari birlikda chiqdi. Ispaniya artistiga chiqqanlar, Ispaniyaliklar erlar, ayollar, o bir ko'rinishni ko'rdim. Andan keyin yana bir ko'rinishda Ipak yo'lidagi usul deb bir o'yin chiqdi. Uni internet hashamatlik qilibdi. Shundoq. Bu o'yinni o'ynagan artistlar Xitoy emas.
Xitoy emas, men hamiz Uyg'urmikin desam, ba'zilari Uyg'urga o'xshaydi, ba'zilari chet ellikda qiladi. Men bir turib o'yladim, oldingi yana bir nomerda İspaniya usulini chiqqan artistlarni mushta hisob chiqqa o'xshaydi deb. İsmi Ipak yo'lidagi usul, mushta bir ko'rinish. Uni men ayet dağdılık işlepti endi. Güvenladek. Şunda nima belki acayip tayyorlabdi bu numarni. Onun için bujliq Xitoylarniki chalgan faoliyatida dunyodagi ko'zni diqqatni tortgan yana bir eng cho'ng ish Xitoylar ko'rsatgan mashina odam. Mani nekişen köspey ma o İpek yo'lidagi usul şu. Ba'zilari Uyg'urga o'xshayotidu, ba'zilari o'xshamayotidu. Shu chiqib Xitoy emasga artisi buniki. Bu qitim shu dunyodagi diqqatini eng tortgan narsa nima desanglar? Xitoylar shu qitim ko'rsatgan mashina odam. Men sizlarga azroq qo'yib beray oldi bilan, undan keyin qolgan deyman. Maniki ovozim chiqdi buning. Yani bir kun şu hatta şunu bir köz kolay desem öyle çıkmayı hatta. Bu video intayın köp tarqaldı. Twitter'da, LinkedIn'da çıkıp ben behçek hadi kördüm. Şu Xitayni maqtab degandek bu acayip qıptı. Eğer Xitayga maşina adam texnikisi cihetlerde yetiş olmayan dese, hazır Elon Musk'dan başkası bekarken Xitaylı bek taraqi kepti deb başta gaplar bulundu dastlabida. İkinci günden başlaplam buniki arka ko'rinishlarga chiqish başladı. O nima desanglar, bu mashina odam qilayotgan ishlari butunlay o'z oldiga qilayotgan ish emas. Uningga ikki xil yili ishlatilgan. Uning birisi mashina odamning har birisini bir odam jiroqdan kontrol qildi ekan. Xuddi kichik bolalarniki o'yinchoq mashinalarini jiroqdan turib qo'l bilan kontrol qilgandek, har bir mashina odamniki aqsida birdan deganim aqsidagidan bir odam jiroqdan boshqa turdi ekan. U birinchisi. İkincisi bu mashina odamlar oldin programlangan deydi. O tabiiy, u qanday nima desanglar, har bir harakatni bu yumshoq detalda program qilib yozadi buni endi. Yozib, u programni hamma mashina odamlarga qachilab, o programni o'xshash vaqtda mangdusa, mashina odamlarning hammasi o'xshash ishni qiladi. Ashta programlanganligi uchun endi. Shuningdek, undan boshqa shu mushundaq uylarga agishib yaqında şu Xitoyda bo'lgan ishlar oqadan chiqdi. Nima desanglar, mana shu sani aktivatgan vaqtidami har bir mashina odamni bir odam qo'lni yetlab mangandek yiroqdan kontrol qiladigan elektronlik asbob bilan kontrol qilib mangan. Undan keyin ba'zi ko'chalarda nomer ko'rsatgan chog'dami, amaliyotda bu nomerni butunlay bir odam yiroqdan kontrol qiladigan narsa bilan boshqarib turib o'yintadi ekan mashina odamni. Ashta qilib bu Xitoylarniki aslida sanda ko'rsatganidek
uncha taraqqi etmaganligini, bu yerda o'yin o'ynayotganligini, aldamchilik borligini haqlar ko'p oshkorladi. Lekin o'tganda sizlarga bir qatim deb bergan Xitoyniki ko'chalarda self driving car deydi. O'zi mangdigan mashina, shofer yo'q mashina. Ashta mashinalar ishga tushdi deb u to'g'rilikmi bir qism videolar chiqqan. Keyin bir to'rt ko'chada ikki mashina urushib qoldi bir-birisi bilan. Bir mashina oldiroq mangsa, yan mashina oqsiga mangdi, undan keyin u mashina oldiga mangsa, ma mashina oqsiga mangdi, qiyib o'taydi, oldiga berib to'sib oldi degandek. Xuddi ikki odam urushayotgandeklar, ikki mashina urushib qolgan to'rt ko'chada. Keyin qarasa, u chog'da Xitoylar 3000 mashinani ko'chaga sapdi. 3000 inglizcha self driving car deydi. Uyg'urcha o'zi mangadigan mashina, shofer yo'q mashina, shofersiz mashina endi. Ammo amaliyotda bu 3000 mashinaniki har birisini bir odam kontrol qildi ekan, jiroqdan. Bir cho'ng zal bor ekan, u zalning ichida 3000 odam yo'g'on o'zining oldidagi kompyuter ekraniga o'xshash ekraniga qarab o'tirib, bütün ko'cha manzillarni hammasi ko'rib turib, qo'li bilan mashinani haydaydi ekan, jiroqdan haydaydi ekan. Shunga mashina o'zi manga emas, buni bir odam, har bir mashina bir odam jiroqdan kontrol qilib mangdirdi ekan ko'chada. Mangdirdi ekan, shunga abatınlaqi ikki mashina urushib ketgan yeri, ikki odam birisi urushgan gap, zalning ichidagi odamlar. Ashta qilgan ko'rinish. Ishqilib, ma'mu nim bo'ldi desanglar, Xitoyniki hafta bashirsini biroz oshkorlagan bir ish bo'ldi. Dastlabda xalq pek hayron qoldi. Keyincha buniki oqsida nima uyum borlig'i pash bo'lib, ashta bashlar bo'lib ketdi. Bu xuddi o'tganki sun'iy aql, DeepSeek degan Xitoyniki sun'iy aql programmasiga o'xshash, quroliga o'xshash narsa. U chog'da har qanday sun'iy aqllarning kuchli, aniki Xitoy eng oz pul chiqadi deganda keyin yolg'on chiqib qoldi endi. Bir aldamchilik bo'lib chiqib qoldi. Shunga o'xshash bir ish bo'ldi. Bu qatimki chog'andagi cho'ng xabarlarninki birisi, shunga deb qo'ygim keldim. Endi men mana ko'rgandan keyin Amerikaniki sun'iy aqllari ishlari qancha taraqqiy qilgandi deb uni biroz izlab boqdim. Izlab beqib Amerikada Atlas degan, Atlas Robotics degan bir mashinadan bor ekan. Mani ko'rsatishim birisi Xitoyning qiyoslashtirish, ikkinchisi hozir texnologiya taraqqiy qilib nayroq kelganligini sizga ko'rsatib qo'yish. Bir ko'rib qolinglar mashina odamniki iqtidorini. 全球运控最强的人形机器人阿特拉斯走出实验室，打了谁的脸？大家现在是运控技术全球最强的集成公司波士顿动力开发的人形机器人阿特拉斯，2026年首次走出实验室，面对公众的画面，没有任何的酷炫剪辑和美化滤镜，但阿特拉斯人形机器人走出来的科幻感却吊打了全球。这是为什么呢？因为阿特拉斯人形机器人它走起路来全身的动作极度的平滑，有种类似生物的质感，比全球任何一家人形机器人走的都要稳。这是其他家从来都没有达到的效果。它不是走得像人，而是走得和人一样好。所以阿特拉斯人形机器人走出来的科幻感，是让人类看到了除了自己可以使用人类形态优雅的行走，人形机器人也可以，甚至感觉比一些人类走起路来都要稳。人类形态也许人类本身并没有发挥出它该有的优势。为什么这么说呢？大家注意看，阿特拉斯人形机器人要教你正确的使用人类的形态了。它身上的大部分关节都可以实现360度的旋转，这样的设计将大大释放人类形态的使用效率。你需要有动全身的任务，它只需要上半身。因此，阿特拉斯人形机器人它的设计目的不是为了去像人，而是要充分发挥人类形态的优势。毕竟这个世界的环境就是为了适应人类形态去改造的。人形机器人它的核心功能一定是替代还需要人类形态去干活的场景。西京看到这里时，不得不感慨啊，全球最强的机器人公司波士顿动力果然厉害。厉害的不只是他们全球第一的运控技术，还有他们对机器人，尤其是人形机器人作为生产力工具深度思考后的设计。什么设计呢？大家注意看了，现在的是波士顿动力阿特拉斯量产版的宣传视频，可以看到量产版的本体有了不少的变化，它的臀部更高更宽，腿部更长，肢体中的连感。Shirkat 1992-yilda qurilgan ekan. Nimada aslida MIT degan oliy maktabdan olib chiqib qurilgan shirkat ekan bu.
Boston Dynamics degan shirkatniki yasagan narsasiga. Ishqilib texnologiyalar mushlar taraqqi etib bordi. Bak tez taraqqiyotida ishqilib odamlar hayron qoldigudek. Ondan keyin Xitoylar endi tashviqotda hozirmi o'ziniki GDP'siniki, iqtisodiniki qanchalik taraqqiyotganligi, tez o'sayotganligi shularni davomli tashviq qilyotidi. Lekin emniyatga qaragan bo'lsak, Xitoydagi ishsizlik intayin eg'ir. Бағасы eg'ilish bilan o'tadi bu. Ashta bo'g'ashqa Xitoy hozirmi intayin cho'ng xatar ostida degan so'zlar ko'p. İctimai taraflarda, analizlarniki ağzıda. Anından keyin yine Xitoyning ichida hozirmi shu Zhang Yuxia aniki masalasini cho'rigan holda nurg'un ishlar bo'lyotidi, g'ayriy ishlar. Qat'iy normal emas. Yaqinda chiqqan gaplarning ichida Zhang Yuxia o'libdi degan gapmi chiqdi. Andan keyin Xi Jinping'niki acısımı, sınısımı birisini aslı Xitayga berib ekan. Kanada'da ya Avustraliyada yaşaydigan bir acısı, aniki bir sınısı var buniki. Beijing'e borgan chog'da uni Beijing'da rejimistiga evapti, uydan sirtga chiqib qo'ymagan qilib qo'yibdi. Uni yaqinda ularning oilasi bo'yicha Shinjongga yo'tkab, ashada bir mehmonxonada suloqda, mehmonxona ichida suloq qo'yib, hech narsa qilmay ashtaq turib o'tibdi degan gaplar chiqdi o'tirga. Bularni kishilar Xitoyda bo'lgan bir siyosiy o'zgarishniki alomatlari deb tushuntiryotdi. Lekin bu gaplarni agar obdaroq tashvisa, buning ichida chak bosmaydigan ishlar bakchiq. Nimishqa degan chog'da agar siyosiy o'zgarish, harbiy o'zgarish bo'lsa, u bir kun ichida bo'ladi. Unda ishlar odatda oldinala bir alomatlari ko'rilib, oldirmay taraq qilib, anda bir kun o'zgarish bo'lib qoladigan ish bo'lmaydi odatda. Siyosiy o'zgarish, harbiy o'zgarish degan bir kun ichida bo'ladigan ish u. Xitoyda agar bo'lib qolsa, bir kun ichida bo'ladi. Lekin bu siyosiy o'zgarishlarning alomatlari emas. O'tgan slayd deb berdim. Xitoyniki shu tuzumdagi qurilmadagi tuzum intayin ajoyib ekan ish qilib. Xi Jinpingniki imzosi bo'lmasa, bir lian askarnimi bir yerdan yambak o'tkazib olmay ekan u yerda. Ondan keyin bularniki 10 ming kishilik bir Jingwidi degan narsa bor Beijingda. Qo'g'dug'ichilar. Butun shu markaziy hukumatdagi odamlarni qo'g'laydigan, kuzatadigan odamlar. Bu odamlarni hozir Saychi boshqurdi. Xi Jinpingniki birinchi qo'l yaqin adami shu boshqurdi. Bu odamlar markazdagi har bir boshliqniki har bir harakati butun narsalarni nazorat qilib turdi ekan. Shu Xitoyniki markazdagi boshliqlarnimi ikki odamlarniki bir yerga kelib paranglashib, fikr almashtirib, bir ishlarni planlash, mushlar imkoniyati qat'iy yo'q Xitoyda. Hozir shu darajaga borib ketibdi. Ashta darajada ekan endi. Ashta bo'g'ashqa Xitoyda siyosiy harbiy o'zgarishlarga bo'lmagan intayin tasga. Buni amalga oshiraman desa, bahlam ta'sis ekan. Tunugun Amerikaniki Wall Street Journal degan nima gazetiga bir muhim maqola chiqdi. Bu maqolada Xi Jinpingniki qo'lga ilinish jarayonini tafsil tushuntiribdi. O'tganda masalan dedim, bir mehmonxona bo'lgan joyda qo'lga olibdi, so'qishibdi bu degan gaplar bo'lgan. Bu maqolada uni tafsil tushuntiribdi. Anikin Xitoyniki shu markaziy hukumatda ishlaydigan yana odammi bu ishlarni oshkorlabdi. Zhang Yuxiani tez suratga yo'lda tutibdi. Birinchi oyniki 19 kuniga deyman, 19 kunlari shu atrofida markaziy partiya maktabida bir faoliyat bor ekandik. 4-umumiy yig'iniki ro'yindagunish yig'ini bor ekandik. Zhang Yuxia shu yerga minib ekan bir mashinada. U mashinada o'zidan boshqa 3 qo'g'dug'ichi bor ekan, shofir bor ekan. Ashta ketyapsa, cho'ng qora SUV sport mashinasidan uch kelib, uni oldini to'sib, orqasini to'sib, yenini to'sib, aşağıdan Zhang Yuxiani mashinadan tushirib, qo'liga qo'yib akitibdi. Shunga uni shu o'ziniki uyidan markaziy partiya maktabga ketayotgan yo'lda tutibdi Zhang Yuxiani.
Undan keyingi ahvollar qanday bo'ldi uqilolmaydi. Kelar hafta deyman, kelar hafta Xitoyniki Xalq qurultiyi doimiy komitet a'zolarining yig'ini bor. Bu yig'in kishilarni huquqni evatadigan, huquq qo'yadigan ashta bir yig'in masalan o'tgan deb bergandim. Aslida 2 oyda bir qatam oyning oxiri ichida ekandik. Bu qatimqisi 2 oyning oxiri. 2 oyning 5-ida bir yig'in ochdi. U yig'in aslida kishilarning hammasi jonli ishoni vazifasini tashlash to'g'risida qaror oldi deb o'ylagan. Lekin unda ish chiqmay boshqa kichik 3 boshliqni chiqaribdi, vazifasidan evatdi. Jonli ishon to'g'risida gap yo'q. Kelar haftada Xalq qurultiyi doimiy komitet a'zolarining yig'ini ochilsa, rasmiy aslidik tartib bo'yicha. Bundan nima gap chiqadi, endi bilamiz. Ishqilib Xitoyda hozir mushtaq ishlar bakchiq. Shunga qandaq bo'lib ketadi uqilolmaydi. Endi hozir ba'zi analizlarniki deyishicha, hozir Xitoyda kurilayotgan ahvollar ayni vaqtda 90-yillari Sovet ittifoqi parchalanishdan burungi ahvoliga intayin o'xshab ketadi deydi. Shuniki nurg'un alomatlar o'tirib chiqyotidi hozir degan gap bor. Xudoyim bilsa shunaqa bo'lib qolar. Ondan keyin yaqinda bo'lgan bir ish shu Xitoyniki Chag'an bayrami munosabati bilan pishqadamlarni, ondan keyin partiya sirtidagi donliq zotlarni degandek ashta odamlarni yig'ib bir chag'anliq o'ltirish qilib berdi Bejingda. Xi Jinping o'zimi bordi, Xi Jinping degan jallod bordi. Shu so'ringa borganlarniki bir ustalda 10 odam o'ltirdi endi. Har bir ustalga o'tganda mana shunaqa qilgan bo'lar. Har bir ustalga birdan saqchini o'ltirg'izib qo'yibdi. Jingwei degan. Jingwei degan Bejingdagi 10 ming qo'shinliq kuzatuvchilar, qo'g'duvchilarning odamlarini to'g'izibdi. Har bir ustalga birdan. Men hozir izlab bir parcha rasmni topdim. Bu qolganlar normalni qilishayotganlar adam yoki bir yosh Xitoy, shu Jingwei degan odami, qo'g'duvchilarning odami. Hozir Xi Jinping qo'rqib qaysi darajaga kelibdi desanglar, mushtaq ikki qo'ltig'idan yulab, nomisi ma'lummaydigan qerilarni yig'ib bir faoliyat qilsa-mu, ashlar kelib mening orqamdan kelib gilimiz qilib o'ltirib qo'yganligi damdiki yoki bir qurolni akrab etiti damdiki ish qilib, mushtaq bir faoliyatdimi har bir ustalga birdan o'zining adamini o'ltirib qo'yadi yosh qo'g'duvchilarni. Shu darajaga qoldi endi. Endi yaqinda shu Chag'an munosabati bilan Xitoy Xi Jinpingga qilgan yamrishi bor. U nima desanglar, harbiy qo'shinlarni hol so'rash va harbiy qo'shinlarniki urushga tayyorlik qilish ahvolini tekshirish faoliyati deb bir faoliyatni bular xabar qildi televizorlarda. Bu faoliyatda o'tganlardan Xi Jinping qo'rqib jihatlarga borolmay, Yishomsa qishidagi Tianjin degan shaharlarga boradi. Berib yolg'ondan bir ko'rinishni yasab chiqish uchun shay berib harbiylarni hol so'radi yo harbiylarniki urush tayyorlik ishlarini kuzatdi deb shu Bejingdan 2 soatlik yo'l poyezdda bo'lsa. Shay berib shu ishlarni qiladi. Bu qitim shunimi qilolmay, o'zi turdigan yerga yaqin bir mehmonxona bor ekan. Shu mehmonxonada cho'ng ikronlarni tayyorlab qo'yib turib, harbiylardan yiroqda turib, ikronga qarab turib, hol so'rashdan boshqa harbiylarniki urushga tayyorlik qilish ahvolini yiroqda turib tekshiribdi. O'sha narsani xabar qildi bular. Intan ko'klik ishlar endi. Bu ishlar bu narsalar nimadan darak bo'ldi desa, Xi Jinpingniki hozir qo'rqib qaysi darajaga kelib qolganligini ko'rsatdi. Endi o'ylab baxsanglar, mushundaq bir holatga kelib qolgan bir hokimiyat, bir rahbar o'ziniki bu holatini qanchalik uzun saqlab mang'alaydi degan savol bor bu yerda. Shunga ABK gaplarni birlashtirsanglar, Xitoyniki hozirgi ahvoli ayni vaqtdagi Sovet ittifoqiniki parchalanish vaqtidagi oldingi bosqichlariniki ahvollari bilan bak o'xshab ketadi degan ishlar, lekin Mao ishlar, hozir Xitoyniki harbiy boshliqlaridan intayin jihlari tutilib ketdi, tozalanib ketdi. Ashta boshqa Xi Jinpingniki dushmani intayin jiq ko'paydi degan gap endi. Ashta boshqa
pat uzunga bormay Xitoyda bir cho'ng ish bo'lib qolish ehtimolligi bor. Bunda hokimiyat uzunga borolmaydi hargizmi. Shunlashqa bu gapning qisqasi Uyg'urlarda umid bor. Uyg'urlarniki erkinlikka erishishida umid bor. Shunga biz nihoyatda umidvor yashasak bo'ladi. Endi bugun so'ragan 3-mazmun Amerika haqida. Tunugun 2-ayning 20 kuni Amerikaniki Oliy sudi bir qaror elib nima Donald Trumpniki chegara beji haqida bir qaror chiqardi. Donald Trumpniki unda qilish huquqi yo'q. O'z oldiga chegara beji qo'shib qo'yish bunda huquqi yo'q. Bunda ishni Amerikaniki kongressni tasdiqlash kerak degan ashta bir qaror oldi. Bu ishga 3 odam Trumpni qo'llabdi, 6 odam qarshi chiqibdi, ashta qilib qaror oldi. Bu kishilarni intayin bek jiddiyleştiryapti bu ish. Nimishqa degan chog'da agar mashtaq bo'lib ketsa, hozir Amerika chegara beji qo'shib 1-200 milliard dollardek xiljiq pulni akirib bo'lgan endi chegara bejidan Trump o pullarni Amerikadagi kambag'allarga taqib beraman degandek ana ishlarni qilayotgan chegara beji puli deb u ishni qilayotgan ishlar boshqa ma qarorni elinishi bilan bu ishlarning hammasi ostin ustin bo'lib ketadi endi. Anakin Amerika Trump hozir xalqaro ishlarda nurg'un ishlarda chegara bejidan foydalanib turib ishlarini aqtiryapti endi. Aqtirayotgan hozir qadar manda qaror chiqsa bu ishni buzib ketadi degan aytaq bir cho'ng andisha bo'lib ketgan. Lekin men bu jihatini biroz izlanib baqdim. Izlanib beqib amaliyotda uncha bo'lib ketmaydi ekan. Endi chegara beji qo'shishdak mandaq ishlarni ishlarning ustida ularni qaror qiladigan organ Amerikada haqiqatan kongress ekan. Kongress bu jihatda bir qonun loyihasini tasdiqlamasa bo'lmaydi, qonun tasdiqlamasa. Lekin Amerikada yana boshqa qonun bor ekan. Prezidentlik huquqi to'g'riliq. Uni 1974-yildagi Soda qonunidagi 122 moddasi deydi. Uningda Amerika prezidenti Amerika nima hamchutidagi qizil raqam mushlarni hal qilish uchun o'z oldiga qanday siyosat qo'llansa bo'ladi deydigan moddasi bor ekan buning ichida. Demak, Amerika prezidentining huquqi intayin cho'nka bu jihatda. Ashta boshqa Amerikaniki Oliy sudi yuqoridagi qarorni bo'lishiga ma'lumkin Trump intayin sakrab ketdi. Shundoq ochiqlanib, ularni tillab, dod kuylasan, Amerika sen vatan sevmaysan deb ashtada tillab yurib, darhol Trump yana bir yangi ish qildi. U ish nima desanga, ma'vu 74-yildagi Soda qonuniniki 122-moddasi asosan hozir qadar chet ellarga qo'ygan chegara bejining hammasini yana 10% o'stirdi Trump. Tunugin. Uni evitish emas, to'xtatish emas, 10% o'stiryapti. Endi bunday ishlarni jami 150 kun qila olar ekan. 150 kun degan 5 oy degan gap endi. Ashta boshqa oshnaki nimadan Oliy sudniki chiqargan qarorga qarshi Trump maosh to'g'riliq maoshni e'lon qildi. Demak, hozircha bu sohada cho'ng aslida andish qilganda cho'ng o'zgarishlar bo'lgandek emas. Shunga ma'ni biroz deb qo'ydim. Anikin yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Amerikaniki tashqi ishlar ministri Marco Rubio München bexatarlik yig'inida 2-ayning 14-kuni so'z qildi. Ba'zi qarindoshlar uning so'zini ikkiga bo'lib videosini qolgan so'zni uyg'urchaga tarjima qilib qo'yibdi. Men uni Facebookga chiqarib qo'ydim. Nurg'un qarindoshlar ko'rdi. Qarab baxsam 1,5 mingdan ko'rilibdi ikki video. Nayt esliga qildi Rubio. Shu Amerika bilan G'arbniki munosabati, Amerika bilan Yevropa birligining munosabati, mushta ishlarni qanday tushunish kerak? Men hozir qadar bularni sizlarga yo'lida tushuntirib berishga tirishib keldim. Bo'lsa Rubioning so'zini bir anglab boqinglar. Taqimdan tushunasizlar.
bu yerdagi asosiy masala narsa nima desanglar, Amerika qandaqdir Yevropa birligidan ayrilib chiqish, ularni tashviq etish yoki o'zi yolg'iz yashash degandek unday ishlar yo'q. Yoki Amerikada qandaqdir Yaponiya, Kanada, Yevropa birligi degandek bu davlatlarga bir o'chmanligi bormi ish yo'q. Amerikaning hozirgidek siyosat qo'llanishining sababi bor. Bu sababni Rubio intayin yaxshi tushuntirdi mana o'zining nutqida. Jami 24 minut uning nutqi. Mening Facebook'imda bor bu uyg'urchasi. Anlab yaqinlar. Anlab baxsanglar, aytib tushunasizlar. Rubioniki bu qatimki so'zi Yevropalarni aytib xo'sh qildi. Ularga bir xil kapolat berdi. Biz sizlarni tashviq etmaymiz. Sizlardan ayrilib boshqa yoqqa ketmaymiz. Sizlar bilan davomli birga mayli siyosiy sohada bo'lsin, madaniyat sohasida bo'lsin, biz sizlar bilan birga ish qilamiz degan ashlaq bir nuqtani ta'kidladi bu so'zida. Shuni bo'lsa anglab qo'yinglar. Rubio so'zlab bo'lgandan keyin yig'in zaldagilar uzun chaqchab ketdi bunga. Ko'p oqsanlar bo'ldi. Nayti yaxshi narsalarni o'rganib olsizlar. Endi bugun so'zlagan 4-chi mazmun xalqaro ishlar to'g'riliq. Uniki birisi Iranning masalasi. Hozir Amerika shu Osiyodagi Xitoyning atrofiga to'plagan askarlarning nurg'unlarini yo'tkadi Iranning atrofiga. Aeroplan to'shig'ichi farqdan birisi berib bo'lgan, hozir yana birisini opadi, hozir shu rayonga kirib bo'ldi mening bilishimcha. Ishqilib nihoyatda zo'r qo'shin to'pladi Iranning atrofiga. Meniki hozir Amerika nima Trumpniki qilayotgani mushtaq askarlarni to'plab turib Ironga bir 10-15 kundek vaqt berib uni ustalning ustida kelishimga imzo qo'yishga qistash urush qilmay turib Trumpni qo'rqashim shu. Trump kishilik o'zining insonlik xarakteri nuqtasidan urushga omroq emas bu odam. Jonni bak qadrlaydi. Urushda odamlarniki o'rinsiz tep ketishiga chidamaydigan bir odam bu. Shunga hozirgi bu terrorlarni qandaqdir Iron bilan urush qilaman deb emas, Ironni qo'rqitib harbiy kuch bilan qo'rqitib turib uni ustalikka tampan qilishga, suhbat qilishga, uni kelishim tuzishga qistash. Asosiy maqsad shu. Menimcha urush bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozir Iron tul o'zgarib turyapti. Ironniki hokimiyati boshqalari bak o'zgarib turyapti. Keyinchi bir kelishimni tuzish mumkin. Agar unda qilmay qolib qolsa, Ironga kelgan Ironning beshi kelgan ishlar bak zo'r. Iron vayron bo'lib ketishi mumkin, hokimiyat o'rilishi mumkin, endi boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Endi nurg'un kishilar eski hokimiyatniki bo'lgandan bo'lmagani yaxshi, uni o'rgatga yaxshi emasmi deb ashta qaraydiganlar jiq. Bu undaq oddiy ish emas. Hokimiyatni o'rib bo'lgandan keyin siz u davlatni kichik bolani boqqandek beqishingiz kerak. Siz igi chiqishingiz kerak unga. Igi chiqmasa, u davlatda bir cho'ng qalamqonchiq chiqib, endi nurg'un eski ishlar yuz berdi. Shunga bu oddiy ish emas bu. Shunga endaymiz Trump ish qilib ustal ustida hal qilishga tirishyapti bu ishni. Ondan keyin hozirgi dunyodagi yana bir cho'ng ish Ukraina ishi. Ukrainada yaqinda o'tirib chiqqan gap, shu Myunxendagi bexatarlik yig'inida Zelenskiy bir gapni debdi. Men Zelenskiyning gapini to'liq anglab chiqaman deb anglab olmadim. U debdi Putin patyaqında o'ldi deb debdi bu. Putinning umri uzun qolmaydi degandek gapni uni ishlatgan haqiqiy so'zi nima uni esimda yo'q, men anglayolmadim so'zini. Lekin mana shu gapni debdi endi. Bu gap o'tirib chiqqandan keyin kishilar ikki xil ehtimollik bor deydi. Birisi Putin haqida Zelenskiy boshqalar bilmaydigan ishlarni bilish mumkin deydi. Masalan, kasal, saqaymaydigan kasal degandek. Yoki Putinni maxfiy o'ltirmoqchimi, uni qilolmaydi. Mana ikki ehtimollik bor deydi. Zelenskiy Putin patyaqında o'ldi degandek gapni debdi. Yaqinda bo'lgan yana bir ish Ukraina Rossiyaning ichidagi xili chiral emas, xili o'tir taraflarga to'g'ri keladigan Rossiyaniki bir eng cho'ng harbiy iskladini portlatyapti. Uçqusuz aeroplan bilan. O vazifani o'zbek tas vazifa, ammo shuni qildi. Hozir shu Rossiyaning ichki qismi hujum qilgan ishlarni qilyapti.
Işte bu maiş naiti çok haber bulup gitti. Demiş ki desanglar Rusya hazır Ukrayna'ya bo'lgan urushni davomlashtirishda işte ok dora neslerge naiti çok ihtiyacı var. Açtaq turib o'ziniki eng cho'ng o'q dora iskladidan ayrılib qoldi yaqinda. Shunday qilib hozir Ukraina azdan o'ziniki yerini qaytaryapti Rossiyadan. Rossiya azraqchadan yerdan olib qilyapti deganda ketyapti. Az taraqqiyot ashnaroq. Yaqinda 18 kuni Amerika Jenevada Ukraina, Rossiya va Amerika vakillari uch davlatning vakillari birlashib bir suhbat yig'ini o'tkazdi bular. Lekin uningda bir kelishim hosil qilolmadi. Ana hozirgi ahvol nima desa, u Putinniki hargiz bir kelishim hosil qilish xiyoli yo'q uniki. Uniki xiyoli bitlarla Ukrainani besib olish, ashtaqa boshqa hozir qadar bo'layotgan shu kurashish bu narsalarga hech qanday natijasi yo'q. Nimishkin yine müştiyat tirishchiliklarni mushtarakda bo'lyotdi. Lekin meniki his qilishimcha Putinda hargiz bunday samimiyat yo'q. Bir suhbat orqali bu ishni hal qilib o'tadigan narsa yo'q deb o'ylayman. O'layotganlar yana bak ko'p urushda. Yaqinqi mo'ljarda shu Ukraina Rossiya urushida o'lganlarning soni 2 millionga beribdi hozir. Urushda o'lganlarning soni Rossiya bilan Ukrainaniki askarlari yoki fuqarolar qo'shilib deganda 2 millionga beribdi. Andan keyin bilgansizlarga dapirdigan yana bir narsa bor. U nima desanglar, Gaza tinchlik komiteti deb. Trump o'sha bir narsani qurdi yaqinda. Men hozir qadar bu to'g'risida gap qilishga vaqtim yetmay keldi. Nima Gaza tinchlik komiteti deb qurilib, buniki hozir uniki Board of Peace tinchlik a'zolari degandek bir narsa bor. Bunga Trump boshliq. Andan keyin yaqinda bular bir yig'inlashdi. Mushu 2-ayning 19-20 kunlari bir yig'inlashdi Washington DC'da. Bu yig'inga 40 dan jiroq davlat kelib qatnashibdi. Buning ichida 27 ta davlatlar a'zo ekan. Trump mushunga bu a'zolik badal pul oldi deyman. Bir davlatdan 1 milliard dollar. Ashta elib turib a'zo qildi deyman. Ay gaplarni bilgan tekshirmabdiman men. Asa bir ish qildi bu. Ashta qilib hozir qadar 27 davlat a'zo bo'libdi. Ularning ko'pinchisi shu O'rta Sharqdagi arab davlatlari, undan keyin O'rta Osiyo davlatlari bor. Uningdan boshqa Isroil ular bor. Lekin g'arbdagi cho'ng davlatlar, masalan, Angliya, Fransiya, Germaniya qatorli davlatlar bunga a'zo bo'lib kirmaydi. Sababi nima desa, bu tinchlik komiteti Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bir yoqqa qarib qo'yib ish qiladigan organ bu. Ashta boshqa g'arbdagi cho'ng davlatlar bunga a'zo bo'lmabdi. Bu qadimki ishilgan yig'inga Putin men borman deb ekan, Trump uni rad qildi. Trump Putinning kelishini rad qildi. Ammo Trump Xitoyni taklif qildi ekan, bu yig'inga Xitoy kelmabdi. Ashta bir yig'in ochildi. Bu ishlar davomlashyapti. Bu yerki bu gaplarni men deyishimki asosli maqsad Trump hozirgi BDT'dagi saqlanayotgan ahvollarni to'liq tushunib, bu BDT'ni asosda mustaqil qilib amaldan qoldirib o'tib yangi bir narsani o'tirib chiqarmoqchi. Mavo tinchlik komiteti deganmi shunaqa narsaga birisi. Bu hozircha Gazadagi Falastinlar uchun qurilgan bir narsa shaklda bo'lyotdi. Lekin meniki tushunishimcha Trumpniki uzun muddatli plani asosda BDT'ni amaldan qoldirib o'tib yangidan bir narsa o'tirib chiqarish. Nimishqa desa, BDT hech qanday ishni qila olmaydigan
bekor olgan pul hashlab yetadigan bir yerga aylanib qoldi hozir. Ashta bo'g'ashqa Trumpning xush ketib qoldi bu yerdan. Albatta biz eng yaxshi bilamiz. Uyg'ur masalasida BDTning o'ynagan roli zot nima degan narsa obdan bilamiz. BDT hozir keraksiz bir o'yinga aylanib qoldi. Shunga bu tish komiteti degan narsa o'tirib chiqdi. Bu bir yangi xalqaro birlashma tashkilotiniki boshlanishi bo'lishi mumkin. Hozir shuni faraz qilinyapti. Hozir qadar bu Gaza tish komitetiga 9 davlat 7 milliard dollar pul chiqaribdi. Amerika o'z oldiga 10 milliard dollar pul chiqaradiganga va'da qilibdi mashqa. Endi bu yana so'ragan oxirgi mazmun Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlar. Bunun ichida ikki narsani deb qo'yay. Yaqinda Dünya Ana Til bayrami bo'ldi. Dünya Ana Til bayrami bo'ldi. Mush munosabat bilan dunyodagi bir qism joylardagi Uyg'urlar har xil faoliyatlarni qildi. Uniki birisi Uyg'ur Akademiya Turkiyada yapib olgan Ana Til mukofotlik so'zlash musobaqasi. Bu ishlar bo'ldi, boshqa har xil faoliyatlar bo'ldi. Bu ishni qilgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Ondan keyin Abdulli Ayub inimiz yozgan bir she'rini Turkiyadagi bir qarindoshimiz bunga muzika ijod qilib beribdi she'riga. She'rning ismi Sen kelmading degan she'r. Uni Amerikada hozir Amerikada turayotgan Amir Qilich inimiz o'qib, uni bir videolik naqsh qilib yaqinda tarqatdi. Nayti ishlanibdi, bu ko'p tarqaldi WhatsApplarda. Ko'p osonlar bo'ladi. Men chiqarib qo'ymayman bir necha kundan keyin Facebookga. Yaqinda Facebook chiqargan narsalar bak chiqib ketib, ma'lumotlarni chiqarib olmay qoldim. Mushtani qilgan qarindoshlarga ko'p rahmat. Abdulli Ayub inimiz buniki mana shu videoni tayyor qilish chiqimlarni o'zgartirib boshqa tayyorlabdi mani. Shunday qilib Uyg'ur Project Fondi arjili Ramazonda bir oylamkin yan to'plash ishini qilyapmiz. Bizniki yillik xarajatimizniki ko'pinchisi mishadan kelyotidi. 2 kun oldida yangisini chiqarib qo'ydik Facebookga. Men WhatsApplarda tarqatmadim, endi tarqataman uni. Shunday qilib bizniki bu yillik Ramazonda yan to'plash ishimiz boshlandi. Bir qarindoshimiz Facebookda iyona qildi. Yana bir qarindoshimiz Uyg'ur Project Fondiga bevosita iyona qildi. Ular sizlarga ko'p rahmat. Biz uchun nayt cho'ng ish bu. Nayt sizlardan biz xursand. Endi Uyg'ur Project Fondiniki qancha ish qildiganligi bizniki qo'limizdagi pulga bog'liq. Qancha pul va shunga bog'liq. O'tgan qatim videoda men sizlarga deb berdim. Yaqinda bo'lgan ikki faoliyat. Birisi Turkiyadagi sarxillar ma'rifiy tarafidan o'rnashtirilgan til, madaniyat, qatorliq ilm-fan bir xil musobaqasi. Mushtaq bir faoliyat qilgan. O faoliyatga bizga iltimos sundi. Shuni chiqimini chiqarib berish to'g'riliq. Biz uning 67% chiqimini chiqarib berdik. Ondan keyin yana bir singlimiz ishlagan kitob Bolalar qo'shoqlari kitobi. O kitobniki bizga qilgan iltimosiniki 71% chiqarib berdik. 71%ni hammasi to'liq emas. Sababi nima desanglar, biz shu pulimizni qarab ish tutmasak bo'lmaydi. Shunga mushtaq qildik endi. Shunga bizga davomli iltimoslar kelyotdi. Bu nimadan darak beradi desa, bizniki bir qism o'tirak qarindoshlarimiz davomli yana millat uchun boshqa turib, millat uchun foydali ishlarni o'ylab chiqib, shu ishlarni qilsam deb shu yo'lga otlanyotdi. Ularga yordam qilish uchun, ularniki bu ishlarni qila olish uchun pul lozim. Shunga bu qitimki vijilqi yan to'plash faoliyati biz uchun intayin muhim. Bu yerdagi muhim bir narsa umidvor bo'lish kerak.
navbatini deb qo'ydim. Xitoyniki hozirgi ahvoli qanday ketayotganligi. Agar Xitoyda bir cho'ng o'zgarish bo'lib qolsa, Uyg'urlarga fursat keladi. Xudoyim bilsa, biz Uyg'ur millatimizmi erkinlikka chiqishi mumkin. Bizmi vatanga xotirjam berib keladigan bir kunlar kelishi mumkin. Ancha uzun bo'lmagan kelgusida. Biz shunday bir umid bilan yashashimiz kerak. Mushu millat uchun ish qilayotgan qarindoshlarni aytib biladi. Başta bir ishni qilgandan keyin ularning qalbida men millat uchun ish qildim degan bir xil tuyg'u paydo bo'ladi. Bu tuyg'udan o'zi uchun bir xil rozimanlik, o'zining hayotiga bo'lgan rozimanlik, qanoat his qilish bir tuyg'ular paydo bo'ladi. Lekin o'zi uchun mushlardan o'zi uchun zo'r xo'shallik va aminlik topadi endi. Kişiler iyani qilgan kishilar ikki nuqtadan chiqib qiladi odatda. Uning birisi insonparvarlik nuqtasidan, yana birisi diniy nuqtadan chiqib. Odatda Amerikaniki ahvoliga qarasak, Amerikada o'ziniki kiriminiki 5%ni iyani qilish bu normal ahvol. Mayli diniy sohadagi kishilar bo'lsin yoki insonparvarlik nuqtasidan bo'lsin, kishilar odatda kam deganda o'ziniki yillik kirimining 5%ni iyani qilib yashaydi ekan. Amerikaning o'rta shtatlari intayin kambag'al. Masalan, Kaliforniya, New York degandagilarga qaragan chog'da, lekin ularniki iyani qilish nisbati eng yuqori. Men o'tgan bir diqqat ko'rgan Amerikaning shu kambag'al o'rtadagi kambag'al shtatlarniki iyani qilish nisbati 24% bor degan o'rta hisob bilan. Men doktorlik unvoni yapgandan keyin oliy maktabga professor bo'lman deb dastlabda ashta xizmatni izladim. Shu jarayonda Arkansas degan shtatniki bir shahriga bir oliy maktabga ma'lum bo'lish uchun kurashishga borganman. U shaharda 30 necha ming odam bor ekan, 73 cherkov bor ekan. U shaharda cherkovga tava emas odam yo'q. Hammasi bir cherkovga tava ekan, shundoq. Ashtat masalanga. Albatta men degan o'zim kirimining 24%ni iyani qilgan, saxovatga ishlatgan ashtatlarning birisi endi. Amerikada mush ishlar intayin yaxshi. Mana iyani to'plashlar bo'lib qolsa, hayron qolsizlar, ajoyib pul yig'iladi bu yerda. Endi bizniki shu yillik iyani to'plashda pul olayotgan qarindoshlarimiz bor. Odatda har oyda avtomatik iyani qilishga tizimlab qo'ygan qarindoshlarimiz bor. Garchi miqdori jiq emas, lekin shu ishni qilyotdi. Mush qarindoshlarning hammasi Uyg'urlarniki erkinlikka erishadiganligiga, vatanimizniki ozod bo'lganligiga ishongan kishilar bularning hammasi. Albatta men degandek bizga fursat keladi. Ashundaq bir holatda turib biz vatanim ozod bo'ladi, biz erkinlik erishimiz. Men shu yo'lda ozroq ish qilay deb turib, ish qilgan qarindoshlar o'sha iyani ishini hali obdan qilmagandi. Agar hammamiz ashta ishonchda yashasak, xo'shal yashay olamiz hozirgi vaziyatda. Xo'shal yashay olamiz, shuning birdan-bir amali shu. Lekin shu orqali o'zimizning hayoti uchun qimmat yarata olamiz. Men bir ishlarni burnidan tortib deb kelyapman. Kishilar o'zi uchun qilgan amal boshqalarniki qalbida saqlanmaydi. Agar u odam tugab ketsa, shu vaqtda o'zidan yo'qaydi bunaqa narsalar. Lekin boshqalar uchun qilgan amal, boshqalar uchun qilgan ish, boshqalar uchun qilgan saxovat ishlari, boshqa ishlar, bular kishining qalbida mangu yashaydi. Sizlarga bir misol Mahmud Qashqari, Abdushukur Muhammad Emin deb mushtaq ismlarni tilga olgan vaqtimizda bizning kallamizga hargiz ularniki yashagan vaqtida qanday tomoq yeganligi, qanday kiyim kiyganligi, qanday uyda o'tirganligi, lekin hozirgi zamondagilar qanday mashina haydaganligi bular kelmaydi. Har qatim mush ismni olgan vaqtimizda bizning xayolimiz keldigini ularniki boshqalar uchun nima ish qilganligi, millat uchun nima ish qilganligi mushlarlar keladi.
aş işlar, başqalar üçün qilgan amal insonlarniki qalbida mangu saqlanadi. Shu orqali tugab ketgan kishilarniki qalbida mangu yashaydi. Bu bir oddiy uqum, ilmiy uqum. Mayli fanniy sohada bo'lsin yoki diniy sohada bo'lsin, mana bir uqum bor. Shunga buni qayta deb qo'ydim. Hozir O'rta Osiyodan boshqa davlatlarda, chetlarda mening farzimcha 100 mingdek Uyg'ur bor. Yiliga 100 ming dollardan ko'proq kirimi bor, kirim qiladigan qarindoshlardimi necha yuzi bor bo'lishi mumkin. Agar bir mingga bormi degan taqdirdami necha yuzga berish mumkin. 100 ming dollarniki 5%, 5 ming dollar bo'ladi. 1%, 1 ming dollar bo'ladi. Lekin 0,1% 100 dollar bo'ladi endi. Shunga hammamiz o'zimniki topgan kiriminiki 5%ni saxovat ishlari uchun ishlataldimi deb o'ylab boqishimiz kerak. Agar bunday o'ylab boqsanglar, yillar o'tib, vaqtlar o'tib, hayotning oxiri bo'lgan chog'da o'ylab boqsanglar, har yilda saxovat ishlariga xarjlagan bir qancha yuz dollar, bir qancha ming dollar mening hayotimga qancha ta'sir ko'rsatdi, salbiy jihatdan desanglar, amaliyotda hech qanday emas. Hech qanday bilinmaydi u. Lekin uniki qiymati bek zo'r. Shunga bu ishlarni men shunchalik deb qo'yay dedim. Endi biz yan to'plash narsani to'g'ri chiqarib qo'ydik. Men yana keyingi kunlardan boshlab WhatsApp'larga taqdim berman buni. O'yatib qo'yaman. Agar xohlasanglar yordam qilinglar. Mendek shu bir tashkilotning beshida turib, mana yan to'plash ishlarini qilayotgan odamlarniki ba'zi yerlarda o'zimizning qilg'isi yo'q ishlarni, gaplarni deyishimiz to'g'ri keladi. Men buni dey endi, hijli bo'lsam-mu. Men hozir har yilisi Uyg'ur Project fondiga o'zimning yendan 10 ming dollar chiqarib kelyapman. Bu yil mana shunaqa qilaman. Bu 5%dan chiqib endi. Yaqında men huquqsizlarning kuchi degan bir maqolani to'g'ri chiqarib qo'ydim. Bir qismini oldinglar. Uningda axloqiy majburiyat ta'kidlangan. Huquqsizlarning kuchi nereden keladi? Axloqiy majburiyatdan keladi. Bunga yana milliy majburiyatni qo'shilish kerak. Mush ikki narsani qo'shgan chog'da mushtarishlarni qilish oson to'xtaydi bir inson uchun. Shunga bo'lsa bir kuchsak amalan hozirgi sharoitdami zo'r umidvorlik bilan ish qilaman deyotgan qarindoshlar bor. Agar biz o'tirib oshkora chiqamizsak, iqtisodiyotni shular yordam qilib ishlarni shular qilsin. Nimaga bu yerga yan to'plashga Facebookdan yana qolasizlar yoki PayPal, Zelle, Torbeti, Uyg'ur Project fondidagi Torbetidami yana qilgan yer bor. O'sha yerda qolasizlar. Ma u PayPal, Zelle, Torbeti bularning hammasi maxfiy, uni hech kim uqmaydi. Kim pul berganligini. Faqat men ko'ralayman uni. Boshqalar ko'rmaydi. Boshqalarning andishi bo'lmasin. Undan boshqa bizning hamma davlatlarda yordam qiladigan qarindoshlarimiz bor. Agar sizlar bu to'rda pul mo'ndirishni muvofiq ko'rsanlar, bizning vakillarimiz bor. Shularga berib qo'ysanglar, shular bizga yetkazib turadi. Shu birinchi qilsanglar bo'ladi. Shuni buni bir deb qo'ydim. Anondan keyin Uyg'urlar degan to'r jurnalniki 69-sonni to'rga chiqdi, chiqadi uni. Undan yaxshi foydalaninglar, taqdim qilinglar. Tunugin to'rbetiga men yana bir yangi maqola chiqarib qo'ydim. Yahudiy cho'ng qirg'inchiligi xotiralaridan paydo bo'lgan hissiyotlar deb. Uni o'qib beqinglar. Avstraliyadagi singlimiz Farizat G'ayrat uniki video qismini tayyorlab berdi, bugun keldi tayyorlab. Uni men to'g'ri chiqaraman, videosini olsanglarmi bo'ladi ovozli. Qisqasi biz hammamiz millatni suyib turib, millatniki
yo'lida ozroq ish qilay degan niyatga kelsak nurg'un ishlarni qilib bo'ladi. Odatda o'zimiz faraz qilganlardanmi ishlarni qilib bo'ladi. Men sizlarning boshqa qiladigan ishniman. Oldingi ishkapni oldida chiqargan videoni Facebookda 8 mingga yaqin qarindoshimiz ko'rdi. YouTube'da 3 mingga yaqin qarindoshimiz ko'ribdi. Shunday 11 mingda qarindoshimiz ko'rdi videoni. Agar 10 ming odam 100 dollarni yani qilsa 1 million dollar bo'ladi. Agar 1 ming odam 100 dollarni yani qilsa 100 ming dollar bo'ladi. Agar 100 odam 100 dollarni yani qilsa 10 ming dollar bo'ladi. Men bilan tang yani qilgan bo'ladi. Ishqa boshqa sallanim deb qo'yay. Bo'lsa bizga yordam qilinglar. Shu orqali millatniki umid chirig'ini yondirib, pat yaqinda biz erkinlik chiqimiz degan mana bir ro'yxatda xushal yashaylarmiz birlikda ish qilgach. Nima bizniki Uyg'urlar ichida davomli bo'lgan bir gap bor. U nima desa, millatniki universal sapasi to'van. Ashta boshqa bizniki nurg'un ishlarimiz oqmayotdi, mushkul kelib qoldik deydigan. Haqiqatan bu 1980-yillardan hisoblasak, bizni Manjula beslagan vaqtlarni hisoblasak, hozir biz 150 yildagi vaqt boshqalarniki qo'l ostida, mustamlikasi ostida yashadik. Shundoq bo'lganligimiz uchun normalni ahvolni sezadigan chog'da bizniki 1500 yillardan burungi ahvolimizdan sezadigan chog'da Uyg'urlardan qahramonlar, ulug' dohilar oz chiqdi. Aslida qahramonlar, ulug' dohilar bir millatniki gulinishida intayin muhim rol o'ynaydi, oz chiqdi. Lekin buni sababi albatta men degandek bizniki 150 yillik vaqtning mobaynida mustamlika ostida yashaganligimiz. Qahramonlarning chiqishi, ulug' liderlarning chiqishi uchun maydon lozim, so'rin lozim. Shularning qilavi mezgillarda G'ani Botirda qahramonlarimiz chiqqan, Ahmadjon Qosimdek liderlarimiz chiqqan bizniki. Undan keyin yana bunda fursat bo'lmaydi. Shundaqdimi biz hozirgi ahvolimizga bizniki siyosiy faoliyat yo'lidagi qo'shinimizning ahvoliga bizni qo'shal bo'lsak bo'ladi. Ashunday turibmi chet ellik Uyg'urlar nurg'un ishni qila oladi. Shu orqali Xitoyniki aslidagi Uyg'urlar ustida qilgan planlarni aran yerimlik ijro bo'lishi, yerimi ijro bo'ldi, qolgan yerimi ijro bo'lmaydi. Bo'lmay bizning ahvolimiz hozirlab turyapti. Agar ashtaqli bo'lmasa, chetlar ishlatqanlar bo'lmasa, bu ishlar bo'lmaydi. Endi bu ulug' liderlar va qahramonlarga ularning orqasidan agishib ish qiladigan fuqarolar bo'lmasa bo'lmaydi. Bu jihatdan aytib muhim hukmlar bor. Men hozir qadar liderlik to'g'riliq 3 ta maqola yozdim. Ashning ichida xulos qilingan bu narsalar. Ehtimol hozir meni qaytadan uch to'g'ri narsa yozadigan vaqt kelgan o'xshaydi. Demakchi, umidvor bo'layli. Hozir men o'ylagan bir ish bor. U nima desa, biz 150 yildak mustamlika ostida yashab, o'zimizni to'liq taraqqi qildira olmadik. Universal inson sapasini o'stirish jihatlarida. Lekin hozir chet elda bizniki nihoyat bir cho'ng yoshlar qo'shini o'sib yetilyotdi. Xitoylar hozir bizniki vatanga berib ko'rish imkoniyatimizni butunlay yo'q qilayotganligi uchun bu yoshlarimiz hozir vatanga borolmayotdi. Garchi ota-onamizning tarbiyasi bilan o'ziniki milliy qimmat qarashi jihatdagi ishlarni bildirayotgan bo'lsa-mu, vatanga berib, uni bevosita ko'rib, shu yerda yashab, anda qilganlar bilan sezadigan chog'da bu jihatda kayindi. Lekin ishlar bunday ketavermaydi. Hozir bizda intayin sapoliq shunaqa bir yoshlar qo'shini yetib chiqyotdi. Kelgusida
kelgusida deganim 10 yılmı, 50 yılmı, 100 yılmı bilmeymen. Bir vaqtlar kelgan chaqda mushlanchidan yine uyg'unib chiqadiganlar bo'ladi. Men kim? Uyg'ur degan kim? Uyg'urga nima bo'ldi? Deb qaytadan uyg'unib, qaytadan tashkillanib, yine qaytadan harakatga o'tib vatanni qaytarish yo'lida kurash atındaganlar cho'qim chiqdi deb o'ylayman. Hozir shunday bir sharoit shakllanyapti, hozir taraqqi qilyapti bir ahvol. Shunga hammamiz umidvor bo'laylik. Qo'limizdan kelgan ishlarning hammasini qilib yashaylik. Ashta qilsak millatimiz cho'qim ozod bo'ladi, biz erkinlikka chiqamiz. Bo'ludi mening bilgan deb qo'yganlarim shunchalik. Ramazon tugab bo'lgunchalik yana bir qatim video chiqara olmayman men shu chog'da. Shuncha bu ahvollarni xulosalab sizlarga deb beraman. Yaqinda Uyg'ur Project Fondi 2019-yilda qurilgan. Shundan keyin nurg'un ishlarni qildik. Ashlarni xulosalab, shularni to'g'ri chiqarib qo'ymoqchi, men sizlarga taqdim berishim mumkin. Bir qism qarindoshlar agar qaror qilmayotgan bo'lsanglar, shu biz qilgan ishlarni ko'rib yiqinglar. Yana bu ishlarni davomlashtiramiz. Bundan keyin shunga yordam lozim, yordam qilinglar. Bu da demse, ikkiler katım koşuşa aman bulunlar. Hayır hoş, Allah'a emanet.